Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Agrota Holdingsdan alangalik salom do'stlar. Mini traktori bor bo'lgan aka-ukalar, fermer akalar 300 litrlik apriskitllar olib kelib qo'yganmiz sizlarni o'ylab. 4 metrdan 8 metr masofaga zahvatda bemalol dorini sepib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari trubalari, nержавичный farsunkalari ham eng oxirgi qiyqiriqlaridan qo'yilgan. 300 litrlik yomks suv tortadigan nasoslarigacha bor. Qaranglar, ajoyib qilib ishlatilgan, garantiyalarigacha bor. Xohlaganlar uchun mana bunaqa gidravlitskiy variantlarini ham olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Traktorga tushmagan holatda bemalol buni traktorda o'tirib olib 4 metrdan ikkita tarafga yoyib, dorilar sep bo'lgandan keyin yana o'zi traktorda tushmagan holatda yig'ib olib, maza qilib uyga haydab ketsanglar ham bo'ladi. Bunga e'tibor bermaysizlar, chunki bu hozir endi yig'ilayotgan vaqtda buni nimagadir baylab qo'yibdi. Nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqinglar, mana shunaqa ajoyib apriskitllar sohib bo'lsanglar xursand bo'lamiz.